Assalomu alaykum azizlar. Bugun bir muhim mavzu bo'yicha gaplashamiz. Farzandimiz shaxsini hurmat qilish. Tasavvur qiling. Siz ishxonadasiz. Sizning rahbaringiz qaysidir ishingizni yoqtirmadi. Va ko'pchilikning oldida boshqa kasbdoshingiz bilan solishtirib, shu ishingizni yuzingizga solib uyaltirdi. Yoki turmush o'rtog'ingiz juda muhim masala yuzasidan sizdan shunchaki so'ramasdan fikrini bildirdi-da, shu mavzu bo'yicha muhim masalani hal qildi. Bu bizga juda og'ir botadi. Chunki biz bunda o'zimizni kamsitgandek his qilamiz. Lekin tasavvur qiling, biz bu shu ishlarni farzandlarimiz bilan har kuni qilamiz. Uni fikrini so'ramaymiz. Shunchaki bajar deymiz. O'zimiz xohlagan kurslarga yozib bozdirib qo'yamiz. O'zimiz xohlagan ishlarni qildirishga majbur qilamiz. Qayerdadir orzu-umidlarni so'ramaymiz. U nima xohlashini so'ramaymiz. Unga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni o'zidan so'ramasdan kimgadir berib yuborishimiz mumkin. Qayerdadir bizdan bolamiz xafa bo'lib yig'lasa, bu hatto bizning jig'imizga tegadi. Kap-katta bola shunga ham yig'laysanmi deymiz. Shunaqa paytda biz uni eshitmaymiz. Lekin shu holatda farzandimizni o'rniga o'zimizni qo'yib ko'rishni xohlamaymiz. Farzandimizni ham o'zining fikrlari borligini esimizdan chiqarib qo'yamiz. Bilasizmi, shunda nimani eslayman? Biz farzandimizni doimo bizga quloq solishini, har qanday holatda bizning chizgan chizig'imizdan chiqmasligini, biz nima desak xo'p bo'ladi deb bajarishini xohlaymiz. Bizga bo'ysunishini, hamisha bizga quloq solishini xohlaymiz. Uni o'zini fikrlarini o'zi ham qabul qilmasligiga ko'nikamiz. Chunki xo'p bo'ladi deb hamma ishimizni qilib berib turganda, uni fikri borligini, uni ham qandaydir xohishlari borligini biz unutib qo'yamiz. Lekin u bola katta bo'ladi. U bola katta bo'ladi va boshqalarga ham xuddi sizga qilgani kabi bo'ysunuvchan bo'ladi. Sen xo'p deydi, lekin fikrini bildira olmaydi. Bu ayrim bolalar sifatlari bu. Ayrim bolalar isyonkor bo'lishadi. Isyon qilishadi. Nega? Nega nima qilishim kerak? Nega aynan men degan savollar bo'ladi. Ayrim bolalar shunchaki o'z qobig'iga o'ralib bo'ladi. U birovlarni eshitishni ham xohlamaydi, lekin o'zini ham eshitishni xohlamaydi. Bu bolalar keyinchalik hayotda qiynalishadi. O'z yo'lini topa olmay, o'zini hayotidagi o'rnini topa olmay qiynalib ketadi. Keyin biz xafa bo'lib yuramiz. Nega bu bola bunaqa deb. Aslida o'zimiz shu holatga solib qo'ygan bo'lamiz uni. Hurmatli ota-onalar. Bolangizni shunchaki shaxsini hurmat qiling. Uni ham o'z ovozi borligini, o'z fikrlari borligini tan olishimiz kerak xolos. Sen nimani xohlaysan? Sen menga nima demoqchisan? Degan savollarni berib turishimiz kerak. To'g'ri, men unga har doim to'liq imkoniyat yaratib bera olmasligim mumkin. Ham moddiy, ham ma'naviy tomondan ham 100% uni ta'minlab bera olmasligim mumkin. Shunchaki buni tushuntirishim kerak. Lekin uni harakatlariga ishonishim ham kerak. Shunchaki ishonch bildirsam, u harakat qila olishiga ishonishim kerak. Har qanday holatda ham uni yaxshi inson ekanligiga ishonishim kerak.
Men bolalarimga savol berib ko'raman. Sen qanday insonsan? O'ylanadi, juda ko'p o'ylanadi. Ayrimlari men yaxshi inson emasman deydi. Ayrimlari ochiqdan-ochiq men yomonman deydi. Nega degan savollarimga turli tuman javoblar olaman. Ularning ham og'riqlari borligini, qalbida juda ko'p ko'tarib yurgan yuklari borligini eshitaman. Shunda aytamanki, nima bo'lishidan qat'iy nazar sen yaxshi insonsan. Kim nima deyishidan qat'iy nazar sen yaxshi insonsan. Chunki men senga ishonaman. Bilasizmi, shunda bolalarimning ko'zlari charaqlab ochilib ketadi. Nahotki men yaxshi inson bo'lsam, albatta sen yaxshi insonsan. Shunchaki ularning qalbidan chiqayotgan fikrlarni eshitib ko'rish kerak xolos. Men aybdorman degan tuyg'usidan, men yomon odamman degan fikridan chiqarib olish kerak xolos. Unga ishonch berish kerak. Bilasizmi, kichikligidan men yomonman degan bolakay katta bo'lganida qanday insonga aylanishi mumkin degan fikr bor. Qanday insonga aylanadi degan savol bor. U kim bo'la oladi degan savol bor. Bu juda katta masala. Bolakay o'zini yomon deb o'ylasa, 5-6 yildan keyin yaxshi odamga aylanib qoladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta. Shunchaki uni xatolarini to'g'ri tushuntira olishimiz kerak xolos. Uni juda katta gunohkor hisoblamasligimiz kerak. Bu mening fikrim. Shunchaki uni samimiy mehr bilan yaxshi insonligiga ishontira olishimiz kerak. Har bir inson xato qilishga haqli ekanligini tushuntira olishimiz kerak xolos. Biz ham xato qilamiz. Inson xato qilib haqiqatni anglaydi. Bu mening fikrim. Xato qilib to'g'ri yo'lini topadi. Uni har xato qilganda urishib, oyoq osti qilaverish uni yo'lini topolmay qolishiga sababchi bo'ladi.